Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən bu il 12 mart günü Germaniyanın Münxen şəhərindəki Uyghur qərindaşlarımızı mərkəz qılğan halda başlayan Qurultay mərkəzi orqanı üçün işxana yüksəltiliş proqramısı 31 avqust günü muvaffəqiyyətli axırlaşdı. Şu günü Qurultay Münxen şəhər mərkəzindən 360 kvadrat metrlik və 1 milyon 100 min euro qiymatidagi bir yurish ishxonani oxir qatim muqimlashtirib uy egasi bilan setilish rasmiyatini bajardi. Qurultay rahbarlari va Münxen shahridagi Uyg'ur jamoat vakillarining birda qarori bilan setilingan mazkur o'rin Qurultay markaziy organik xizmatchi xodimlar uchun maxsus ishxonalar, yig'in zali, masjid va madaniyat markazi qatorliq faoliyat so'rinlari uchun intayin bob keladi. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Dünya Uyghur Qurultayı qurulganligining 20-yilligiga so'g'u sifatida Münxen shahrida Qurultay markaziy organi uchun ishxona setilish maqsadida Dünya Uyghur Qurultayı bu yil 12 mart kuni Germaniyaning Münxen shahrida yashayotgan bir qism Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni atiganlik nosh suhbatiga taklif qilib, Dünya Uyghur Qurultayı markaziy organi uchun Münxen shahrida maxsus ishxona setilish haqida iyon to'plash safarbarligi boshlagan va 13 mart kuni Qurultay raisi Dolqin Isa apandim bu vaqt chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizga, siyosiy faoliyatchilarimizga va avam xalqimizga xitoban videolıq müracaatnoma e'lon qilib, ulardan butun Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi eng yuksak vakillik organi hisoblangan Dünya Uyghur Qurultayining markaziy organi uchun ishxona setilish programmasini moddiy jihatdan qo'llashga chaqirgan edi. Mazkur chaqiriq ularning qizg'in qo'llashiga sazovor bo'ldi va bas-basda moddiy yordamda bo'ldi. Onundan başqa yana Qurultay markaziy organi Yevropadagi, jumladan Germaniyadagi Türk islom tashkilotlariga va Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan chet ellik do'stlarimizga qarata ayrim murojaatnoma e'lon qilgan va ularning belgilik darajadagi moddiy yordamga erishgan edi. 31 avgust kuni Qurultay bilan uy egasi o'rtasida setilish kelishimi imzolangan hamon setilingan o'rinning oldidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Qurultay raisi Dolqin Isa apandim muhojiratga qarindoshlarimizni so'yindirdigan bu xush xabarni o'z bevosita rasmiy e'lon qildi. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik vatandaşlar, Uyg'ur qarindoshlar, sizlarga bilan bugun bir xo'shallikni o'rtoqlashmoqchi. Har qaysilarning qo'llashi bilan, ilhom berishi bilan, moddiy ma'naviy jihatdan yordam berishi bilan bundan 6 oy ilgari Dünya Uyghur Qurultayining markaziy ishxonasi va bir Uyg'ur markazini qurib chiqish programmasini boshlatgan to'q. Avstraliyadan Amerikagacha bo'lgan, Türkiye'nin Orta Asya'gıcı boğan, Germaniyadan Avrupa'nın bütün devletlergıcı boğan, her qaysi bulun kuşkaklarda teşkilatlarımız olsun, vatanperverlerimiz olsun, Dünya Qurultayını yıllardan bu yan maddi ve manevi cihetten qo'llab kelgan bütün qarindoshlarımızın qo'llashi bilan biz qisqagina 6 oy içinde bu merkezni setip elishning iqtisodiy tayyorliklarini ep berib muvaffaqiyatli tamamladik. Mana hozir 2 minut ilgari mushu binoning ichida noterda Dünya Uyghur Qurultayining bilan bu binoning egisi o'tirsida bu binoni setip elish murosimi to'xtamimizga qo'l qo'ydik. Yani bugünden başlayıp yani 2023 yılı 8. ayının 31. günüsü biz resmi bu Uyghur merkezinin setveliş işini tamamlayan bulduk. Bu hoşallıkla sizlerle ortaklaşmakçı olduk. Bizi kalan maddi ve manevi yardımınlar için, qo'llashinglar uchun bütün Dünya Uyghur Qurultayı rehberliğinin namıdın, bütün Uyghur halkı namıdın sizlerge alaydı rahmet ve minnattarlığını bildirimiz. En kısa müddetinin içinde bu Uyghur merkezimizin Uyghur mimarcılığının güzel sanatları bilen, bütün Uyghur medeniyetleri bilen bizgen aldıda dünyanın her qaysi yerlerinden kelgen Uyghur dostları, Uygurların qo'lluğuchilarga nispeten Uyghur medeniyetini haqiqiy tunuydigan ve onu namayan qılaydigan bir merkezge aylandırıp halkımızın hizmetiga sunamiz. Rahmet sizlarga. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yer shar jinoiy ishlar adliyasiga mas'ul alayda elchisi Bet Van Schaak Amerikaning dunyoning har qaysi joylarida adolat va javobgarlikni ilgari surish tirishchanligi ustida bergan maxsus dokladida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat haqida maxsus to'xtalgan. Van Schaak xonim 29 avgust kuni Amerika yer shar jinoiy ishlar adliya ishxonasining dunyoning har qaysi joylaridagi vahshiylikning oldini olish, azaytish va uning taqobil turish uchun qilgan xizmatlar haqida doklad bergan.
O növbət yüz beriyotgan urush jinoyati, irqiy qirg'inchilik va vahshiyliklarni tilga olganda Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatini to'xtatish uchun qilinayotgan xizmatlarni so'zlab o'tgan. O so'zida Uyg'urlar qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatish mumkin bo'lmayotgan bo'lsa-mu, biroq Amerikaning buningga ko'p taraflimlik diplomatiya orqali taqobil turishga tirishayotganligini degan. O mundaq degan: Xitoyning Xinjiang rayonida yo'l qo'yayotgan vahshiyliklar uchun adolat yo'l yaratish zo'r xirisga to'lgan. Biroq bu bizning harakat qilmaganligimiz yoki sukut qilganligimizni bildirmaydi. Oldi bilan biz bu vahshiylikning ismini atab keldik. Bu irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatdir. Van Shak xonim so'zda dunyoning so'z va harakatida Xitoy hukumatining qilayotganlarga qat'iy qarshi turish kerakligini eskartish bilan birga, navbatda Uyg'urlar qaratilayotgan vahshiyliklarning keng ko'lamda hujjatlashtirilayotganligini, garchi hozir bu vahshiylikni bir taraf qilish uchun haqqoniyat yo'li cheklik bo'lsa-mu, ammo bu hujjatlarning inkas qo'zg'ashda muhim bo'layotganligini ta'kidlagan. U so'z davomida yana Amerikaning Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni va yer shar magnitskiy qonuni orqali Xitoy shirkatlari va amaldorlarini qor tizimlikka elish, viza cheklimiz qo'yish, eksport kontrolligi va import cheklimiz qo'yishdek vositalarni qo'llanganligini ham buni davomli kengaytirishga tirishadiganligini bayon qilib, Amerika sherik davlatlar bilan hamkorlashgan asosda zulm qachon oyoqlashguncha bundoq jazolash tadbirlarini davomlashtirdi deb ta'kidlagan. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti BDTning kishilik huquq oliy komissari Volker Turkni Uyg'urlar uchrayotgan insoniyat qarshi jinoyatni iz qo'llab tekshirishga chaqirgan. Ular 31-avgust kuni e'lon qilgan bayonotida mundaq degan: Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning Xinjiangdagi terrorlik qarshi turish siyosatini davomlashtirish haqida qilgan so'zi rayondagi insoniyat qarshi jinoyatning davom qilayotganligini ko'rsatib berdi. Bir yil ilgari, ya'ni 2022-yili 8-oyning 31-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligi doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarga qaratgan zulmining insoniyat qarshi jinoyat shakllantirish mumkinligini o'ttirib qo'ydi. 2023-yilning 5-ida BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Turkma yakunida rayonda konkret iz qo'llashning lozimligini e'tirof qildi. Biroq u hozirgacha BDT kishilik huquq kengashiga doklad sunmadi yoki o'zlarining rayondagi vaziyatni davomli kuzatayotganligi to'g'risida ma'lumot bermadi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo ishlari bo'yicha muavin direktori Maya Wang bayonotdagi so'zida BDTga a'zo davlatlar insoniyat qarshi jinoyat oldida sukut qilmaslik kerak degan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti chaqiriqida yana Shi Jinpingning 26-avgust kuni Urumchini ziyorat qilib, Xitoyning Xinjiang siyosatining natijasini muayyanlashtirganligini, shundaqla test qo'lga kelgan ijtimoiy muqimlikni mustahkamlash, Xinjiangdagi millatlarni millat, tarix va din masalasida to'g'ri ko'z qarashga ega qilish va Junxo millati o'rtaq gavdasi eng turg'izishga chaqirganligini eskartgan. U yana BDTga a'zo davlatlar hukumatlari Sharq Turkistondagi vaziyatning og'irligini nazarda tutib, kuchlik mas qadamda harakat qo'llanish kerak degan. Ular yana BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Turkni Sharq Turkistondagi zulmga qarshi javobgarlikni surishtirish harakat planini o'ttirib qo'yishga, Uyg'urlarning haq-huquq ustida ishlayotgan hukumat va organlar hamda muhojirat Uyg'urlar bilan yaqin aloqada bo'lishga chaqirgan. Maya Wang mundaq degan: Hukumatlar va BDT kishilik huquq ishxonasi Xinjiangning vaziyati haqida doklad e'lon qilinganligiga 1 yil bo'lganligidek fursatdan foydalanib, Beijingning xalqaroliq ig'ir jinoyatlardan qutulolmaydiganligi to'g'risida aniq signal yo'llash kerak. Dünya Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri Rayma Mahmud Angliyadagi nopozliq matbuotlardan Tamashbin jurnalida maqola e'lon qilib, Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverleyning Xitoy ziyoratini qattiq tanqid qildi. Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverley 30-avgust kuni Xitoyda Xitoy muavin davlat raisi Han Jing va Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan. Bu Angliya Xitoy ikki taraf rahbarlarining 5 yil ordan keyingi tunji yuz ko'rishi bo'lib, uning Xitoy ziyorati kuchli inkas qo'zg'adi. Angliya Xitoy munosabatlari Xitoyning Hong Kongdagi erkinlikka tahdid silishi, Angliyada josuslik faoliyatlari bilan shug'ullanishi va Xitoyning bir qism Angliya parlament a'zolariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilganlik uchun jazo tadbiri qo'yishi hamda yana Xitoyning Rossiyaning Ukraina urushini qo'llashdek bir qator sabablar tufaylidan jiddiylashgan edi. Shunga Cleverleyning Xitoyga bormoqchi bo'lishi bir qism o'ktish partiyalar a'zolarini norozi qilgan edi. Biroq Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverley yuqoridagi sabablarni deb ikki tarafning aloqasini butunlay uzib o'tishning xatoligini ilgari surib, o'zining Xitoydagi ziyoratini oqlagan. U Angliya radio televiziyasi BBCga qilgan so'zida Xitoy ziyoratining nishonining kelisholmagan taraflarda bevosita va aniq so'zlash va o'zaro manfaat yetkazadigan joyda hamkorlashish fursati izlash bo'lganligini eskartgan va qo'shimcha qilib, shunglashqa men har qatim Xitoy hukumati vakillari bilan ko'rishganda kishilik huquq, Xinjiang,
Hong Kong meselesini va ayrim delolarni o'ttirib qo'ydim degan. Dunyo uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri Rayma Mahmud xonim bo'lsa, Angliya tashqi ishlar vaziri James Cleverleyning yuqoridagi javobini qoyil qilarliq deb qarmagan. U Angliyadagi nopozliq matbuotlardan Tomoshabin jurnalda maqola e'lon qilib, tashqi ishlar ministri Cleverleyni tanqid qilgan. U maqolasida oldi bilan o'qirmanlarni tarixda yuz bergan irqiy qirg'inchilikning javobgarlarini ko'z oldiga keltirishga chaqirib mundaq degan. Siz shu tarixiy rasmlarda ko'rgan jinoyatchilarning so'g'uq yuzlarini eslang. Ve Angliya tashqi ishlar ministrining shular bilan qo'l elishib ko'rishib, ularga ikki taraf munosabatini qanchalik qadrlaydiganligini deganligini tasavvur qilib beqing. Bu haqiqatanmi tasavvur qilg'isiz. Biroq men bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan buni tasavvur qilishimning hojati yo'q. Chunki bugun James Cleverley Xitoyga berib, xalqimni yo'qotishga urinayotganlar bilan bir yerda turish orqali buni menga ko'rsatdi. U James Cleverleyning Xitoy qilgan ziyoratini Xitoyning Uyg'urlar qaratayotgan irqiy qirg'inchilikni ochiq-oshkor tanqid qiladigan so'ringa aylantirilgan fursati bor turib, unda qilmaganligi. Aksicha, har bir rahbar bilan ayrim ko'rishganda dedim deb bo'ldi qilganligini tanqid qilib, bu Uyg'urlarga yetmaydi. Tarix Cleverleyning mening xalqimga irqiy qirg'inchilik yurgizuvchilar bilan tushgan do'stona suratlarga hargizmi yaxshi baho bermaydi deb yozgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.